Вы украли карту, вы что, воровка? Да. Опа, Пойдем вот чеком это свалим. Не идите за ними, не идите за ними никуда. Не идите, она сейчас уходит с вашей карты, останьтесь здесь, останьтесь здесь. Aynan siz ko'rib o'tgan bu kadrlar Moskvadagi metroda sodir bo'ldi. Moskvaga yangi kelgan musofirlarning 5 ta qilinish kerak bo'lgan asosiy problemasi bor. Hammasini bir joydan qilib beramiz. Hozir biz turgan joy metro Sakonlikini 1 va 2 vaqtida xohlagan vaqtdan chiqasiz. Mana shu orqamizdagi Petyolchka zdaniyani 2-qavatga chiqsangiz biz topasiz. Biz bu yerda SNIS, biometriya, gos uslugi, sim karta hamda bank karta qilib beramiz. Bitta sim karta olsangiz 500 rublga, qolgan hammasi tekin. Va bundan tashqari qo'shimcha ishlarimiz pasport perevod va stamina gos uslug turdoydagor qo'lida bo'lsa, o'ydan jo'natishga yordam beramiz. Aka-ukalar bizga kim kelib shu uslugidan foydalansa, Saxirva uchun talonni besplatni olib beramiz. Sog'ini kunda sarson bo'lib yurmanglar. Saxirvaga ham talon olib bo'lishni sizlarga taklif etaman. Ekranga nomer qoldirdim. Bu bizning 3-ofisimiz bo'ladi. Qaysi ofis sizga yaqin bo'lsa, telefon qilib boraverasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimdek Behzod Mamajonov. Siz asr vaqti yutgan tomshaqmoqdasiz. Aka-ukalar, oxirgi vaqtlarda ko'rib turibmiz, ikkita shtraf olganlar ham vidvarina bo'lib qolibdi. Shu videoni qilishdan asosiy maqsad musofirlar ko'ramiz Rossiyaga keladi. Ba'zi birlar bitta odam emas, ikkita odam emas, 3 ta odam ham bitta belgi bilan o'tib ketyapti. Lekin ba'zi bir holatda mana bunday holatlar sodir bo'lyapti. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Вы украли карту, вы что, воровка? Да. Опа, Пойдем вот чеком это свалим. Не идите за ними, не идите за ними никуда. Не идите, она сейчас уходит с вашей карты, останьтесь здесь, останьтесь здесь. Вот в полицию идем. Нет, Сейчас, Я в полицию. размечтал. полиция даст, ничего себе. Мы заберем сейчас из полиции. Данная гражданка, у нее, Своровала получается, банковскую карточку забрала и не отдает. Проезд оплачен у человека. Я прошла банковская карта, она отобрала. Мою мне То, что кто-то за этим за ней прошмыгнул, это ее вообще не касается, понимаете? И она сейчас у нее забрала в залог банковскую карточку, не хочет отдавать. полицию назвали. Вы что, зачем полиции пугаете? Вы из полиции делаете что, клоунов Я или прошла что? по банковской карте. Все зафиксировано. Не хотят вернуть мне банковскую карту. То есть, смотрите, кто-то, получается, прошел зайцем за ней и убежал. Она не может это контролировать. А ее хотят как крайнюю поймать сейчас и отобрать у нее банковскую карту. Moskva va oblastdan Grensiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar, odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Mana videoni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, aynan ushbu holat Moskvadagi metroda sodir bo'lgan. Bu rus ayolining orqasidan boshqa bir notanish odam o'tib ketganligi sababli bular kontrollar ishlab 5000 rubl shtraf qilmoqchi bo'lib turgan kadrlarni ko'rib o'tdingiz. Aynan ushbu holatga o'zimni izohim bermoqchiman. Chunki bizni aka-ukalar ham bitta emas, ikkita emas, 3 ta odamlar o'tib ketgan vaqtlar bo'lgan. Lekin hozir hamma joy kamera va bundan tashqari kontrollar turibdi. Sizni mabodo ishlab olsa, notanish odam ham sizni orqangizdan o'tishi mumkin yoki pastavra qilishi ham mumkin. 5000 rubl shtraf to'laysiz. 5000 rubl shtraf hech narsa emas. Agar mana shu shtrafni yana bir marta olsangiz, patentingiz o'zidan o'zi kuyib vidvarina bo'lishingiz mumkin. Mana shu videoni iloji boricha tarqatib qo'yilib, ko'proq odamlar yetib borsin. Ko'pchilik Moskvaga keladi. Mana shu oddiy kartani ham olishni bilmaydi. Aka-ukalar, bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Oddiy kartani metroga kirishingizda troyka sotib olsangiz, troykaning ichiga pul qo'ysangiz, arzonroq sotib olasiz. Chunki jetonni o'zini sotib olsangiz, u qimmatroq tushadi. Va bank kartasidan ham ishlatibdi. Ba'zi bir odamlar Saxirga boradigan vaqtda o'z ko'zim bilan ko'rganman, 5000 lab shtraf to'laganini. Ya'niki Saxirga borishda kartasi yo'q, nalij pul olib borgan, lekin shu avtobusda o'tirgan odamlardan ham so'raganda hech kim bera olmagan holati bo'lgan. Chunki men o'zim ko'p borganman va borgan paytimda hamma kartamni ishlatib bo'lgan vaqtim ham bo'lgan. Shuning uchun aka-ukalar bitta troy kart sotib olinglar, bu sizga albatta kerak bo'ladi. Va orqangizdan kimnidir yaxshilik qilaman deb o'tkazayapsizmi? Oxirida mana bunaqa bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling va Moskvaga yangi kelgan musofirlarga o'zimizni foyda reklamini aytib o'taman. SNIS, biometriya, goslugi, sim karta, bankovskiy karta hammasi bir joydan bo'ladi. Bizda ofisga kelsalaring hammasi to'g'rilab beramiz va bundan tashqari do'stlar, pasport perevod va stamina gos uslug turdoyda go'yiz qo'lingizda bo'lsa, o'damni ham qilib beramiz. Oxir paytlarda o'damlikni qilish kerakmi degan savollar chiqib qoladi. Обязательно patent olgandan keyin 2 oy ichida ishxona bergan turdoydagorni o'damni qilib olishingiz kerak. O'damni qilishga ham yordam beramiz, bizga bemalol kelishingiz mumkin.
Va bundan tashqari do'stlar, kim chegaraga chiqmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu akalarimiz bir necha yildan beri chegaraga borib keladi. O'zim bilan qarib 2 yil ishlashyapti. Yaxshi odamlar. Va bundan tashqari, kim Moskvaga kelib o'qishga kirmoqchi bo'lsa, hamkor konsalting tashkil etib qo'ydik. Pastga nomer qoldirdim. Aloqa chiqishingiz mumkin. O'qishga olib kirish bo'yicha qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Do'stlar, videorolik oxirida yana bir ma'lumot aytmoqchiman. O'zbekistonga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Arbuz ilovasi orqali jo'nating. Promokod joyiga 3 ta 2 promokodni tersangiz, eng yaxshi kursda pul jo'natishingiz mumkin. Va bundan tashqari, har oy 5 ta odam telefon yutib olyapti va yilning oxirida bitta odam esa avtomobil sohibi bo'lishi mumkin. Ajab emas, shu bizning videomizni ko'rib, shu promokodni tersangizda yilning oxirida avtomobil sohibi bo'lsangiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ushbu videoni esa tarqatib qo'ying.